Zala bu uchuvchi kul bo'lib, u tutun gazdan tutib qolingan yoqilg'i mineral aralashmalarining yonishidan hosil bo'lgan juda mayda qoldiq hisoblanadi. Zala asosan issiqlik elektrostansiyalarini tutun va gaz chiqarish motorlarida atmosferani ifloslantirmaslik uchun elektrostatik usul bilan tutib qolinadi va yig'iladi. Keyinchalik bu yig'ilgan chiqindilar qurilishni bir qancha sohalarda utilizatsiya qilinadi. Bunga misol sifatida sement zavodlarini keltirish mumkin yoki semento-beton qorishmalarini ishlab chiqarishni misol keltirish mumkin. Bugungi maqsadimiz shu semento-beton qorishmalarida zalani o'rni haqida gapirib o'tamiz. Ya'ni zalani Yevropa normalariga asosan shu beton qorishmasiga maksimal qo'shish mumkin bo'lgan miqdori yoki suvni sementga nisbatini hisoblashda uni qanaqa qilib hisoblash, shu narsani aytib o'tamiz. Chunki ko'pchilikning bundan xabari yo'q. Ya'ni masalan suvni sementga nisbatini hisoblaganda odatda biz suvni sement massasiga bo'lamiz va suvni sementga nisbatini olamiz. Lekin zala qo'shilganda ko'pchilik buni yoki umuman hisobga olmaydi yoki qanaqa qilib hisoblashni bilmaydi. Shuning uchun hozir Yevropa normalarida bo'yicha ko'rib chiqamiz shu narsani. Zalani asosiy mineral tarkibini 50-60% kremniy oksidi tashkil qiladi. Zala sharsimon shaklda bo'lgani uchun beton qorishmasida beton oquvchanligini ta'minlaydi va mikro g'ovaklarni to'latishini hisobiga beton qorishmasini zichligini ortishiga ham xizmat qiladi. Agar Yevropa normalarini oladigan bo'lsak, EN261 yoki EN1045-2 da zalani beton qorishmasiga maksimal qo'llash mumkin bo'lgan miqdorga cheklovlar qo'yilgan. Ya'ni u cheklovlar sement turiga bog'liq ravishda tanlanadi. Masalan, temir turdagi sementlar uchun zalani maksimal miqdorda qo'llash miqdori zalani sementga nisbati kichik yoki teng bo'lishi kerak 0.33 dan. Yoki semik turdagi sementlar uchun zalani sementga nisbati 0.25 ga teng yoki undan kichik bo'lishi kerak. Sababi semikki turdagi sementlarni tarkibida mineral qo'shimchalar o'zi mavjud bu joyda. Shuning uchun bu yerda sal kamroq. Endi oddiyroq qilib tushuntirganda temir turdagi sementlar uchun 33% yoki bu sement turi uchun 25% gacha zala qo'llash mumkin. Suvni sementga nisbatini hisoblashni biz odatiy usuli bor. Aytaylik, suv miqdorini oddiy qilib sement miqdoriga bo'lib olamiz har doim. Suvni sementga bo'lib olamiz. Lekin zala qo'shilgan beton qorishmalarda suvni sementga nisbati ozroq boshqacha hisoblanadi. Ya'ni bu teng bo'ladi. Ya'ni mana shu ikkala standartda bu formula berilyapti. Suvni sementga nisbati teng bo'ladi. Suv bo'lingan sement qo'shilgan K ko'paygan zala. Bu joyda sement bu bizda shu 1 metr kubga qo'shilayotgan sementning miqdori kilogramda, K bu koeffitsient. Koeffitsiyentni EN451 ga asosan 0.4 ga teng deb qabul qilish mumkin. Koeffitsient K'ni. Zala bu shu biz 1 metr kubga qo'shayotgan zalani miqdori, ya'ni sement turiga nisbatan bu yerda tanladik. Aytaylik, biz hozir misol qilib ko'ramiz, 33%, ya'ni maksimal ana qilib ko'ramiz, hisoblab ko'ramiz. Endi misol tariqasida, demak, suvimiz 200 kilogramm deb aytadigan bo'lsak, 350 kilogramm sement desak, demak bizda suvni sementga nisbati 0.57 ga teng bo'ladi. Agar bu formula bo'yicha beton qorishmasi tarkibida zalani ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, unda misolimiz boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni aytaylik 200 kilogramm suv
sementimiz aytaylik 350 kilogramm tashkil qilsa, qo'shilgan 0,4 ko'paygan zalamiz miqdorini agar 33% desak 115 kilogrammni tashkil qiladi. Ya'ni 350 kiloni 33%ni 115 kilogramm deb oladigan bo'lsak, demak bu joyda suvni sementga nisbati 0,50 ni tashkil qiladi. Ya'ni oddiyroq qilib aytganda, formulaga asosan suvni sementga nisbatini hisoblashda 1 kilogramm zala 0,4 kilogramm sementni o'rnini bosar ekan.